So'nggi bahor. Muallif Barchinoyim. 3-qism. Zulfiya buvi kelini Mahfiratga ko'zi tushib uf tortdi. Yig'lab ado bo'lgan kelinining qo'lidan qattiq qisib eshik yoniga haydadi. Bu yerdan chiqib ishlaringizni qiling. Bu yerda bekor turmang. Zulfiya buvi kelinini bu safar senlamay xonadan chiqarib tashladi. Bahora onasining zor yig'lab chiqib ketganini ko'rib o'ksindi. Na qilsin, otasi ham bu to'yga qarshi chiqa olmadi. Hamma Zulfiya buvining aytganini qilar edi. Agar yo'q desa, o'zi tanimagan bo'lajak eri amakisining jonini olishi mumkin ekan. Lekin qizning fikricha, buvisi farzandining jonidan ham ko'proq qalin puliga ishtiyoq bilan e'tibor bergandek tuyular edi. Bahoraning ko'z yoshlarini yangalar artib, arab davlatidan olib kelingan xushbo'y mushkambarni qizning bo'yniga surishdi. Yangalar Bahoraga oq libos kiydirishib, ustidan atlas kiyim kiydirishdi. Boshiga do'ppi va ro'mol tashlashdi. "Qiz tayyor, katta ona", dedi ayollardan biri. "Kuyov kelsa olib chiqamiz. Imomxonaga kirganmi? Dasturxonda hamma narsa bormi? Avval imomning qornini to'ydiring, xursand bo'lib ketsin." Zulfiya buvi ro'mol ostida o'tirgan qizga nazar tashlab yoniga keldi. "Endi qizim, sen ham meni nabiramsan. Seni yaxshi insonga turmushga beryapmiz." Behayo Dilfuza unga sep qilib bergan tillalarimni o'g'irlab ketibdi. "Qizim, seni sepsiz turmushga berishimizga to'g'ri keladi. Sen xafa emassan, to'g'rimi?" Bahoraning tomog'iga bir nima tiqilgandek bir so'z aytolmadi. Buvisiga xafa emasman degandek boshini yo'q deb qimirlatdi. Ichida esa kuchli hayajon bor edi. Shunda tashqaridan yosh bolalarning baland ovozi eshitildi. "Kuyov keldi." Bu gapni eshitgan Zulfiya buvi xonadan shoshib chiqib ketdi.